Bir oyda $1000 daromadga chiqish mumkinmi? Albatta mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring va men sizga mana shu $1000 chiqishi ketma-ketligini qadamma-qadam tushuntirib beraman. Avvalambor keling qo'rquvlarni aniqlab olamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, что o'sha 1000, 2000, 3000, $4000 daromadga chiqish uchun bizda определенный bilim bo'lish kerak, bizda tajriba bo'lish kerak yoki bizda pul bo'lish kerak degan tushunchalar bor. Aslida bu narsalar noto'g'ri. Sizga agar men aytadigan hozirgi yo'lda daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu narsalarning umuman keragi yo'q. Ya'ni tajriba, pul, bilim, ya'ni chuqur bo'lish shart emas. Noto'g'ri tushuncha shundaki, to'g'ri odamlar doim yengillik yaratishni xohlaydi. Misol uchun nimadir yengillik qilmasam, men yurmaydi. Hamma qilyapti-yu, nimadir biznes ochaylik desa, bu kafe biznesini hamma qilyapti-yu. Coffee shop ochaylik desa, hamma qilyapti-yu bu narsani. Ism agentligi ochaylik desa, hamma qilyapti buni. Mebel magazin hamma qilyapti. Odamlar doim hamma qilyapti-yu deb konkurensiyadan qo'rqadi va nimadir yengillik qilishni o'ylaydi. Agar sizda ham shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men sizga juda ham zo'r yechim aytaman. Siz nimadir yaratishga harakat qilmang. Shunchaki avvaldan talab bor bo'lib kelgan bitta sohani toping. Ya'ni xizmat turi. Biz aynan chunki drop servis haqida gaplashamiz, video nomidan bilgan bo'lsanglar kerak. Shunaqa avvaldan talab bor bo'lib kelgan, odamlar doim xohlaydigan bitta xizmat toping va ana o'sha xizmatni bajara oladigan mutaxassisni toping. Siz o'rtada vositachilik qilib pul topasiz. Misol uchun mana olaylik, hozirgi paytda SMM xizmatlari, marketing xizmatlari, biznesni tizimlashtirish xizmatlari juda ham ommalashib ketdi. Mana o'zimiz ham men digital sferada ishlayman. SMM agentligi O'zbekistondagi eng katta SMM agentliklaridan bittasini asoschisiman va bizga juda ko'p murojaatlar keladi. Kuniga 5-10 talab SMM marketing qilib bering, bizani profilni rivojlantirib bering deb kelishadi. Chunki talab juda ham yuqori, juda ham talab yuqori. Chunki bozorda mana hamma yangi ochilayotgan biznesga marketing kerak. Ular biznesini yuritish kerak ijtimoiy tarmoqlarda, natijaga erishish kerak, ertaga sotuvlarni oshirish kerak. U uchun yetarlicha mutaxassislar bizda yo'q. Siz aynan shunaqa mutaxassislarni taklif qiladigan inson bo'lishingiz mumkin. Bu qanaqa ish desangiz, men sizga keling bitta primer ko'rinishda ko'rsatib beraman. Meni bitta o'rtog'im bor. O'sha o'rtog'im biznesni tizimlashtirish bo'yicha ishlaydi. Va u bola o'zi unaqa bilmaydi, biznes tizimlashtirish haqida, CRM, bunaqa narsalar haqida unchalik tushunchaga ega emas. Xo'sh, siz ham bu bo'yicha tushunchaga ega bo'lmasligingiz mumkin. Men ham unchalik bu narsani bilmayman. O'sha bola nima qiladi? Biznesmenlarning oldiga boradi, ya'ni takliflar bilan chiqadi, biznesingizni tizimlashtirib beramiz deydi. Ya'ni kompaniya nomidan chiqadi, lekin o'zi u narsani bilmaydi. Lekin u bola shunaqa tanishlari borki, mana shu biznesni tizimlashtirish bilan shug'ullanadigan odamlar bor. O'sha insonlar bilan kontrakt qilgan. Men senga klient topib beraman, sen menga o'sha klientdan misol 20-30% nechidir foiz berasan deydi. Misol uchun bizda ham xuddi shunaqa. Va shunaqa qilish orqali o'zi mana juda ko'p klientlar topdi. Oxirgi mana shu 2-3 oy ichida va o'ziga hatto uy sotib oldi. Shu darajada ko'p klientlar bilan ishladiki, o'zi yaqinda kvartira Toshkent shahrida 2 xonali kvartira sotib oldi. Bu hammasi bor haqiqat. O'zimni jamoamda ishlayotgan bola haqida aytib beraman. Yoki buni sal boshqachog'i, ayolim va o'rtoqlari bor. Ayolim bitta yaqin dugonalari, ular dizaynlarni o'zlari kiyim dizaynlar tikadilar, chizadilar, to'g'ri, chizib turib uni tikuvchiga beradilar. Tikuvchi tikib, sizga tayyor kiyimni beradi va ular sotadilar. Ular zakazga tikadilar, to'g'ri. O'sha kiyimni misol uchun bir marta chizib turib tiktiradilar, lekin o'sha narsani o'rtoqlar zakazga tikib beramiz deb turib sotadilar. Lekin o'zlari uyda o'tirib misol uchun tikib o'tirmaydilar. Ya'ni o'sha inson qila oladigan insonga topshiradilar ishni. O'rtada turuvchi vositachilik qiladilar. Lekin vositachilik qilish orqali normalniy pul topib qo'ysa bo'ladi o'rtoqlar. Chunki shaxsan o'zim ham bu narsadan juda ko'p foydalanaman. Mana bizda hozirgi paytda SMM agentligim bor. SMM agentligim ichida biznes, bu bitta katta biznes bo'lib ketgan. Ya'ni bu veb-sayt yaratish xizmatimiz bor. Veb-sayt bo'yicha mana alohida tanishlarim bor, veb-sayt yasab beradigan. Ular menga misol uchun $400-500 ga yasab beradigan veb-saytini men $1000 aytaman. Chunki orasida meni o'rtada turib berishim bor, meni topib berish, ularga o'rtada aloqada turib berib, tushuntirib berishim bor, to'g'rimi? Vositachilik qilaman. Mana shu mehnatim uchun men qo'shimcha narx qo'yaman. Yoki bizda ham o'sha biznes tizimlashtirish xizmati hozirgi paytda yo'lga qo'yilgan. Bu narsani ham misol uchun qilib beradigan odamlarga men yo'naltirib qo'yaman va u odamlar menga komissiya chiqazib berishadi. Misol o'sha odam topib berganim uchun menga tam $200-300 misol uchun qaysi tarifni olishiga qarab 20-30% dan chiqazib berishadi. Ya'ni mana ko'rasizlar, bu narsa hozirgi paytda juda ham ko'p foydalanyapti. Hamma drop servisga o'tib ketyapti. Chunki bu narsa ishlaydi, juda ham zo'r ishlaydi. Mana SMM marketing agentliklarini oladigan bo'lsangiz, juda ko'pchiligini o'zini xodimlari yo'q. Misol uchun menda o'zini Nestonning 18-qavatida ofisim bor. 15 ga yaqin misol uchun kuchli mutaxassislar ishlaydi. Misol uchun dizayner, operator, montajyor, SMM mutaxassislari, kuchli mutaxassislar bor. Lekin bir xil nima qiladi? Misol uchun hech qanaqa ofis olmasdan turib bizda katta kompaniyamiz deydi-da, o'sha mobilograf insonni topadi, u insonga pul beradi-da, menga 12 ta video olib ber, mana shu proyektim uchun deydi.
va u video olib beradi, o'rtakashlik qiladi. Как бы agentствomdagi xodimim deb tanishtirishi ham mumkin. No, aslida bir oyga qildirayotgan bo'ladi. Ya'ni ko'rasiz, biznes ochmasdan turib biznes qilish yo'li bu. Hech qanaqa sizdan rasxod, investitsiya talab qilmaydi. Bu oldindan ishlab kelayotgan narsa, doim ishlab kelayotgan narsa. Faqat bu biznesni amalga oshirish uchun sizda nima bo'lish kerak? Birinchi navbatda oldindan haqiqatda odamlarda talab bor bo'lgan xizmatni topa olishingiz kerak. Ikkinchisi, odamlar bilan aloqaga kirishish qobiliyatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni siz agar odamlar bilan gaplasha olmasangiz, o'zingizni xizmatingizni taklif qilib yura olmasangiz, bu narsada sotish juda ham qiyin bo'ladi. Bu videodan xulosa shuki, daromad keltiradigan ish topishga harakat qilmang. Shunchaki odamlarning muammosini yechishga harakat qiling. Qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham muammoni yechishga harakat qiling. Agar o'sha muammoni o'zingiz yecha olmasangiz, o'sha muammoni yecha oladigan insonlarga murojaat qiling va ular o'rtasida muammoni yechib berganingiz sababli daromad qilishni boshlang. Xuddi shu narsani o'zingiz biznesingizda mana bugundan boshlashingiz mumkin. Qaysi sohaga qiziqsangiz, o'sha sohada boshlang. Misol uchun mebelga qiziqasizmi? Mebel bo'yicha klientni topishni boshlang va mebelni qildirish bo'lsa, kerakli zavodlarga topshiring. Xuddi shu narsani hozirdan yo'lga qo'yishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying va videoni yaqin shu biznesini boshlayman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.